Agar sizni tez-tez peshobga chiqish, achishish, tomchilash yoki ichki sohadagi og'riqlar bezovta qilayotgan bo'lsa, yechimi bor. Sedanachi Muxtor milliy brendidan Prostamix 17 xil tibbiy giyohdan tayyorlangan kuchli formula peshob ushlamaslik, jinsiy zaiflik va bepushtlikni oldini olishga yordam beradi. Mahsulot sinovdan o'tgan, ISO va halol sertifikatiga ega, 8 yildan beri minglab erkaklar tanlayotgan ishonchli mahsulot. Hoziroq buyurtma bering va 50% chegirmaga ega bo'ling. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Bild agentligining axborotiga ko'ra 22-yanvar kungi Davosdagi forumda Vladimir Zelenskiy urushni 23-yanvar kuni Abu Dabidagi uchrashuvdan keyin yakun topishi mumkinligini bildirgan. Zelenskiyga ko'ra 23-yanvar kuni Birlashgan Arab Amirliklarining poytaxti Abu Dabi shahrida Qo'shma Shtatlar, Ukraina va Rossiya delegatsiyasini hal qiluvchi uchrashuv rejalashtirilgan va ushbu uchrashuv urushga nuqta qo'yish ham mumkin. Negaki ayni paytda tomonlar yangi tinchlik shartnomasidagi barcha talablarni o'rganib chiqqan holda unga o'z roziligini bildirdi. Zelenskiyning qo'shimcha qilishicha, Ukraina Grenlandiyani nafaqat Amerika Qo'shma Shtatlari, balki boshqa davlatlardan himoya qilishi mumkin. Ammo buning uchun NATO Kiyevni o'z tarkibiga to'laqonli a'zo sifatida qabul qilishi shart. Eshitmaganlar uchun eslatma: forum boshlovchisi Vladimir Zelenskiyga beriladigan savollarni cheklab, uni matbuot anjumanini imkon qadar tezroq tugatishga majbur qilgan va boshlovchi press konferensiyani Zelenskiyga sizni Kiyevga qaytadigan vaqtingiz bo'ldi degan gaplar bilan yakunlagan. Endi Trumpni Grenlandiyani Daniyaga $1 ham bermay olish rejasi haqida qisqacha so'z yuritamiz. E'tiborli bo'ling. Fox Business agentligining axborotiga ko'ra, Trump 22-yanvar kungi o'z intervyusida Washingtonni Grenlandiya uchun Kopengagenga hech qanday pul to'lash rejasi yo'qligini bildirgan. Donald Trumpning urg'u berishicha, Grenlandiyada Amerika Qo'shma Shtatlarini yangi harbiy bazalar qurish uchun Daniyadan ruxsat olishiga va unga pul to'lashiga hojat yo'q. Bu xizmat bepul amalga oshiriladi. Negaki Qo'shma Shtatlarning yangi harbiy bazasini Grenlandiyada barpo qilinishi birinchi navbatda Daniyaning xavfsizligiga kafolat beradi va bu turdagi xizmat uchun Amerika Qo'shma Shtatlari emas, aslida Daniya Washingtonga pul to'lashi kerak. Britaniyaning Telegraf agentligining xabariga ko'ra, Trumpning Grenlandiya borasidagi rejasiga oroldagi foydali qazilmalar ham kiradi va Qo'shma Shtatlar yaqinda Grenlandiya qazilma boyliklarini ham o'z nazoratiga oladi. Endi shu yerda savol tug'iladi: Grenlandiyada qanday qazilma boyliklari bor? Diqqat bilan eshiting. Go Arctic kompaniyasining tadqiqotlariga ko'ra, Grenlandiya uran, oltin, platina, temir, grafit, olmos, rubin va hatto neft bilan gaz zaxirasiga ham ega va Qo'shma Shtatlarning orolni o'z qo'liga olishi har doimgiday Washington tomonidan ushbu qazilma boyliklarini talanishiga olib keladi. Endi Vladimirlarning kenjasi va Trumpni Davosdagi omadsiz yakun topgan uchrashuvga yuzlanamiz. Financial Times agentligining xabariga ko'ra, Trump bilan Zelenskiyning Davosdagi muzokarasi Kiyev uchun omadsiz yakun topdi. Negaki Donald Trump Ukrainaga xavfsizlik kafolati taqdim qilish to'g'risidagi hujjatni imzolamasdan turib Davosni tark etdi. Financial Timesga ko'ra, Kiyev ushbu hujjatga 4 marta o'zgartirish kiritgan va u imzolashga 100% tayyor edi. Ammo Trump Ukrainaga xavfsizlik kafolati berishni istamadi. Eslatib o'tamiz, Vladimirlarning kenjasi Davosda forumdagi o'z bayonotida tinchlik bitimiga Qo'shma Shtatlarning xavfsizlik kafolatsiz imzo chekmasligini va urushni to'xtatmasligini ma'lum qilgan. Zelenskiyga ko'ra, Bryussel tomonidan berilgan xavfsizlik kafolati unga Qo'shma Shtatlar bosh qo'shmasa Moskva uchun ahamiyatga ega emas. Ya'ni Rossiya Ukraina istalgan paytda hujum qilishi mumkin. Kafolatga Washington qo'shilsa, unda Moskva hujum qilmasligi aniq. Endi Germaniya kansleri Friedrich Merzni Grenlandiyani himoyasi uchun bergan va'dasiga o'tamiz. Bloomberg agentligining xabariga ko'ra, Friedrich Merz 22-yanvar kungi Davosdagi o'z bayonotida Berlinni Grenlandiyani himoyasi uchun hamma narsaga tayyor ekanini bildirib, Germaniyani kelajakda Grenlandiyani Rossiyaning hujumlaridan mudofaa etishiga va'da bergan. Qiziq tomoni shundaki, Friedrich Merz Grenlandiyaga bog'liq bo'lgan o'z bayonotida bir marta ham
Amerika Qo'shma Shtatlarini yoki Trampni eslatgan emas. U hali ham Rossiyani Yevropaga, kerak bo'lsa Grenlandiyaga hujum qilish haqidagi ertaklarini aytmoqda. Bloomberg agentligining urg'u berishicha, NATO bosh kotibi Mark Rutte va Donald Trump unga Qo'shma Shtatlarni bosqinchi sifatida tilga olishni taqiqlab qo'ygani uchun ham Friedrich Merz shunday bayonot berdi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfaulam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.